3. Bab. Padişah Nebukadnezar egizligi 30 metr, kengligi 3 metr keladigan bir oltin haykalni yositib, uni Babil o'lkasining Dura tuzanligiga tiklidi. Ondan u o'lka boshliqlari, valiylar, hokimlar, maslahatchilar, g'aznchilar, sotchilar, taftishlar va har qaysi o'lkalardagi boshqa barliq amaldorlarni chaqirtib, haykal tiklash murosimiga qatnashishni amr qildi. Shuning bilan o'lka boshliqlari, valiylar, hokimlar, maslahatchilar, xazinachilar, sotchilar, taftishlar va har qaysi o'lkalardagi boshqa barliq amaldorlar yig'ilib, podsho Nebukadnezar tikilgan haykalning murosimiga qatnashdi. Ular haykalning oldida turdi. Shu chog'da jakarchi yuqori ovozda: "Her qaysi xalq, her qaysi millat, her xil tilda so'zlashadiganlar, anglanglar. Bu sizlarga jakarlangan farmondir. Sizlar burg'a, ney, lira, qalun, chiltar, nag'ri qatorliq har xil sozlarning ovozini anglagan hamon yerga bosh qo'yib, podsho Nebukadnezar tikilgan oltin haykalga sajda qilinglar. Kimki yerga bosh qo'yib sajda qilmasa, lavuldab o't yeniyotgan xumdonga tashlanadi" deb jakarladi. Shuning bilan har qaysi xalq, har qaysi millat, har xil tilda so'zlashadiganlar burg'a, ney, lira, qalun, chiltal qatorliq har xil sozlarning ovozini anglagan hamon yerga bosh qo'yib, podsho Nebukadnezar tikilgan oltin haykalga sajda qildi. Bu chog'da bir necha bobilliklar podshohning oldiga berib, Yahudilarni chaqdi. Ular podshohga mundoq dedi: "Podsho oliylari, mangu yashag'aylar. Podsho oliylari, sizlar farmon qilib, burg'a, ney, lira, qalun, chiltar, nag'ri qatorliq har xil sozlarning ovozini anglagan hamon odamlarning hammasi yerga bosh qo'yib, oltin haykalga sajda qilsin. Kimki yerga bosh qo'yib sajda qilmasa, lavuldab o't ko'yayotgan xumdonga tashlansin" deb jakarlagan edilar. Ammo bir necha yahudiylar, ya'ni podsho oliylari, Babil o'lkasiga amaldor qilib tayinlagan Shadrak, Mishak va Abednegolar oliylarining amriga parvo qilmay, sizlar tikilgan oltin haykalga sajda qilmadi. Ular sizlarning ilohlariga e'tiqod qilmaydi ekan. Podsho Nebukadnezar darg'azab bo'lib, Shadrak, Mishak va Abednegolarni o'z huzuriga keltirishga buyurdi. Shuning bilan ular podshohning oldiga elib kelindi. Nebukadnezar ularga: "Shadrak, Mishak va Abednego, sizlar mening ilohlarimga e'tiqod qilmay, men tikilgan oltin haykalga sajda qilmaganinglar rostmi? Hozir sizlar burg'a, ney, lira, qalun, chiltar, nag'ri qatorliq har xil sozlarning ovozini anglagan hamon men tikilgan haykalga sajda qilsanglar, sizlarni kechiraman. Agar unda qilmasanglar, sizlar lavuldab o't ko'yayotgan xumdonga darhol tashlansizlar. Shu chog'da qaysi xudo sizlarni mening qo'limdan qutqizalaydikin, qani" dedi. Shadrak, Mishak va Abednegolar podshohga javob berib: "Oliylari, bu ishda sizlarning oldlarida bizning o'zimizni oqlashimizning hojati yo'q. Agar biz lavuldab o't ko'yayotgan xumdonga tashlansak, biz e'tiqod qilayotgan xudo bizni o'tning ko'ydirishidan saqlay oladi va sizlarning qo'llaridan qutqizadi. Podsho oliylari, bilib qolsizlar, u bizni qutqizmagan taqdirdimi, biz sizlarning xudolariga yoki sizlar tikilgan oltin haykalga sajda qilmaymiz" dedi. Shu chog'da Nebukadnezarning Shadrak, Mishak va Abednegolarga qattiq g'azabi kelib, chiroyi totirib ketdi. U xumdonni odatdagi chog'lardan 7 hassa ortiq qizitishga farmon qildi. Lashkarlar ichidagi qovul odamlarga Shadrak, Mishak va Abednegolarni bog'lab, lavuldab o't ko'yayotgan xumdonga tashlashga buyruq qildi.
Şunun bilen bu üçeylen bağlanıp, ton, iştan, baş kiyim ve başka ilgileri bilenla otqa taşlandı. Padişah, xumdandaki otni ulgaytışqa, qattiq buyruq qılğaşqa, ot yalqını ulanı otqa taşaşqı kelgen leşkerlerini küydürüp taşıldı. Bu üçeylen Şadrak, Mişak ve Abednigo'la bağlaqlıq biti lavuldap yenivatqan otqa taşlandı. Padişah Nebukadnezer tuyuqsuz heyran bolup sekrep ketdi ve məsləhətçiləridən biz üç adamni bağlap otqa taşlagan emasmındık deb sordu. Ula şundaq padişah aliləri dedi. Padişah amma mən ot içdə bağlanmağan 4 adamның sağ salamet meyinib yürgənlikini kördüm. Ulanın tötüncüsü ilahi zatqa oxşaydigan dedi. Ondan padişah Nebukadnezer lavuldap ot köyüvatqan xumdanның eğizığı kelip Şadrak, Meşak ve Abednego uluq Xudoning xizmatkorlari bu yoqqa chiqinglar deb varqirdi. Şunun bilen Şadrak, Meşak ve Abednego'la otdan çıktı. Ülke başlıkları, valiler, hakimler ve ordu məsləhətçiləri ulanı oru bilişdi ve otnun ulanın kiyimlerini, bedenini, hatta bir tal moyunumu köydürelmegenlikini görüştü. Hatta ulanın tonuda otnun ispuriqimi yok idi. Padişah Nebukadnezer, Şadrak, Meşak ve Abednego'ların xudasıga məthiyeler bulsun. U periştisini evetip özge işengen xizmatkorlarini qutquzdi. Ula mening emrimga xiloflik qilsimu, ammo o'z xudosidan boshqa hech qanday bir ilohga cho'qinib, sajda qilishni xohlamay, hayotidan kechishga rozi bo'lishdi. Shunga men shunday farmon qilamanki, mayli qaysi xalq, qaysi millat, qaysi tilda so'zlashadiganlar bo'lsin, Şadrak, Meşak ve Abednego'larning xudosiga qarshi gap qilsa, ular chepib tashlanadi. Ularning öyleri xaroblikka aylantirildi. Ularga nijotlik bergan Xudodan boshqa Xudo nijotlik berolmaydi dedi. Şunun bilen padişah Babil ülkesinde Şadrak, Meşak ve Abednego'larning mertebesini östürdü.